Ne boshlaydi? Qara. Quadratic function. Nima bu? Kvadrat funksiya. Modeli height nima ekan? Balandlik. Balandlik ifodalaydi. Yine feet. Yani metre. Object above the ground. Object yani nima degan? Object buyum. Above. Above. Yuqorida. Yuqorida. Nimada? Ground. Yani yerdan. Yerdan yuqoridaligini bildirar ekan. In terms of time. In terms of nima edi? Joy orqali. Nima orqali? Vaqt orqali. Sekundlarda. After object launched. Demak, buyum uloqtirilgandan so'ng. Nima launch degan? Uloqtirilgan. İki kishi hozir keyin chiqib keladi. Hop, demak, uloqtirilgandan keyin qarang. According to the model, nima degan? Modelga asosan Object launched from height. Demak, otilgandan so'ng qayerdan? Nechlikdan? 0 feetdan. Va reach. Reach nima? Reach. yetib bor. Ha, yetib bor, yarachi. Erishmoq. Voy, erishmoq. Erishmoq. Nimaga? Maksimum balandligi 1600 metr 10 sekund. It was launched. Demak, u uloqtirilgandan keyin 10 sekund keyin nima qildi? 1600 metr maksimum balandligiga yetibdi. Based on the model, based on modelga ko'ra, what was the height? Balandlik. Nima balandligi? Ina feet. Object 15 sekund keyin. Buyumning balandligi nima? 15 sekund keyin uloqtirilganda 800 feet. hop deb ketdi. Ana yer dedik. Pashitdan nima bo'ldi? Uloqtirildi mana bunday bo'ldi. To'g'rimi? Hop. Demak, mana 0 nimaga 0? Vaqt nolligida balandligi 0 bo'lgan. Endi maksimum eng baland hudud nechida? 10 sekundda 1600. Hamma rozimi? Endi 15 sekundda qanday balandlikka yetgan deyapti. Tushundingmi? Xo'p, endi qarang. Menda maksimum minimum deb bersa qaysi bo'lib foydalanardik? Anaqa parabola. X minus x1, y minus y. Yo'q. X minus 1 kvadrati minus d million. Minus bir. Jichcha hol. Yuriting. A ko'paytirilgan moyil. X minus x0 ning kvadrati Minus minus y yo'q. To'g'rimi? Nima ketdi? Demak, bu yerda 1600 y0 10 x0 o'rga ko'payaman. A ko'paytirilgan x minus 10 ning kvadrati plus 1600. Hamma rozimi? Endi qarang. 0 ni qo'ysam, qay o'rniga? Bu yerda nima chiqar ekan? Balandlik 0 chiqar ekan. Demak, balandlik 0, A ko'paygan. Mana x biz vaqt deyapmiz. Kvadrat plus 1600. Endi buni bu tomonga bo'lsam, minus 1600 keyin A ko'paytirilgan 10 ga minus 10 ga kvadrat. 100. 10 ga bo'lsa, 100 ga bo'lsa, hamma rozimi? Demak, meni formulam kelib chiqdi. Mana A'ni o'chiraman va A'ni o'chirib o'rniga minus 16. Hamma rozimi? Formula kelib chiqdimi? Mana formula. Endi 15 sekunddan keyin qancha balandlikka erishadi deyapti. Demak, x o'rniga 15 qo'ydim. Qash barobar. Ya'ni x o'rniga nech qo'yaman? 15. 15 minus 10 ning kvadrati plus 1600. Endi buni hisoblayman. 15 dan 5 aytsam. 5 kvadrat 25. 16 kare 25. 289. Ye, yo'q. 16 kare 25. 800 basmi? Yo'q. To'rttasi. Minus 400. Yes. Minus 400 plus 1600. 1200. Demek ayırsam 1200. Tushundik-a? Minus 400 plus 1600 bu
200. Demek 15 sekunddan keyinsin necha metr balandlikda bo'lar ekan? 1200 metr balandlikda bo'lar ekan. Tushundikmi? Savollar? Yozib olamiz.